shunchaki pulni to'laydi. Shunaqa. Siz ustalaringiz bilan birga o'sha texnika, mashinalar bilan birga o'rnatib berib, ishlatib, programmalarni qo'yib, dokumentini qilib, pechat, subsidiyasini ham o'zingiz olib berasiz. Shunaqa. Hammasini o'zimiz qildiramiz. Azizlar, aziz hamyurtdoshlar, hozir biz ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Samsolar kompaniyasining asoschisi Erkin Qahramonovichning xonadonlariga yaqinroq kelyapmiz. Nima uchun desangiz agar, quyosh panellari sohasi bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega bu insonimiz. Hozir qo'ng'iroq qilganimizda uyda ekanlar, xonadonlarini eshitganimiz bo'yicha eng so'nggi texnologiyalar bilan, quyosh panellari bilan jihozlagan ekanlar. Bu degani bizga qanchalik qulaylik, qanchalik bizga samara beradi. Mana shu narsani birma-bir savollar bilan hozir o'zlaridan bilib olamiz. Azizlar, Erkin akani xonadonlariga keldik. Mashinalari ham shu yerda ekan. O'zimiz ham telefon qildik. Hali ham uyda ekanlar. Taqillatamiz, ichkari kirib savollar beramiz. Iloji boricha hamma texnikalarni, hamma ichidagi o'sha mavjud o'zlariga yaratgan sharoitlardan savol-javob qilib bilib olamiz. Xudo xolasa. Erkin aka, Erkin aka, o'zlarini xabarlari yo'q. Biza kelishimizdan, bunaqa savollar berishimizdan men shunchaki so'radim. Shu uydamisiz yo'qmi? Ishim bor edi, o'sha oldingizga o'tmoqchiman deb. Xabarlar yo'q. Menimcha o'ylari uxlab yotgan bo'lmasa bo'ldi, samim glавный. Eng muhimi shu. Tinchligingizni buzib qo'ymadingmi akajon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchsiz? Boya telefon qilib so'radim, uyda ekansiz akajon. Shu endi chiqib ketaman turuvdim-da. Quyoshli kunda quyoshli inson bilan quyoshli panellar haqida gaplashishga kelganmiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Rahmat akajon. Shu eshitganmiz sizni xonadoningizda o'sha Samsolar kompaniyasining asoschisiz. Xonadoningizda hamma texnologiyalar bilan bezatib chiroyli qilib o'zingizga sharoit qilib olgan ekansiz. O'sha narsani so'ramoqchi edikki, agar manzur tutmasangiz agar sizga bir ikkita savollar bilan Xudo xolasa xonadoningizni ko'rsatsangiz aka. Bo'ldi. Biz o'zingiz boshlab berasiz xonadoningiz. Albatta, bizlar bu yerda mana quyosh paneli o'rnatganmiz. Issiqlik nasosi o'rnatganmiz bu xonadonga. Issiqlik nasosini basen uchun o'rnatganmiz alohida. Keyin litiy akkumulyator bilan alohida yana inverterlar qo'yganmiz. Svet o'chsa ham birga ishlash uchun. Shularni hozir etap-etap bitta-bitta tushuntiramiz. Mana bu 50 kW quyosh panelini 30 kW pastga qo'yilgan, 10 kW dan ikkita 20 kW tepaga qo'yilgan. Bu yerga qo'yganimiz sababi bu yerda quyosh yerdan chiqib turib bu tomonda botadi. Ya'ni kun bo'yi polni quyosh bilan bu yer ta'minlanadi desak ham bo'ladi. Hozir endi inverterlarni ko'rsatamiz. Aka, men shu joyda bitta savol bersam maylimi? Qarang, men quyosh tomondan o'tib to kechgacha ta'minlanadi deyapsiz. Mana shu ta'minlangani hammasi borib o'sha akkumulyatorga borib jamlanadimi? Yo'q, bu akkumulyatorlik emas, bu on-grid sistema, ya'ni tarmoqga tok chiqib ketaveradi. Quyosh paneldan birinchi obyektdagi nagruzka расход kilovatlarni yopadi. Ortiqchasi davlatga sotiladi. Bu shuning hisobiga ham pul ishlaymiz. Davlatdan panel qo'ygandan keyin 1000 so'mdan kilovatiga pul ishlaymiz-da. Ham mana uydagi расходlarni, yoki elektr ehtiyojimizni qondirib beradi. Aka, yana bitta savol bersam mayli akajon. Qarang. Ko'plardan eshitganman. Mana o'zimda ham juda ham qiziq. To'g'ridan-to'g'ri elektr davlatga chiqib ketadi deganingizda, demak, simlar orqali o'sha stalbolar bilan ulanib ketgan bo'ladimi shunda? Albatta. Bu mana hozir davlatdan kelayotgan tokga bir baravariga ulanadi-da, o'shanga o'sha chiqib ketaveradi shochik orqali. Odamlar hayron bo'ladi, ikkita tok qanday chiqib ketadi deydi. Bu tarmoqga chiqib tizimli-da. Endi mana setivoy deymiz. Rus tilida o'sha setga ulanib ketaveradi. Ya'ni shochikdan hisoblanadi-da, yana tarmoqga qo'shilib sotilaveradi. Shochikdan o'sha sotilgani ko'rsatiladi. Mana men hozir mana bugun qancha berganini ko'rsataman sizga mana. Demak, bugun mana bugunni o'zida 304 kW tok ishlab chiqargan mana. Today Energy mana 304 kW. Bilasizmi? Mana bu stansiyani qo'yganimizdan beri 44222 kW ishlagan. 304 kW ishlagan degani hozir mana soatimiz mana 5:30. 5:30. 17:30 kechqurun bo'ldi. Har kuni 300 mana. Kechagi mana bu hisob kitob mana. Buni ham ko'rsatdim. Da. Bu 311. Buni
buni mana bunaqa keladigan telefoniga ulab beriladi mana. Mana bunga mana. Данный момент ishlayotgan kilovatlar hammasi ko'rsatiladi. Mana zarobotka сегодня. Bugungisi 302 kilovat bo'lgan. Hali quyosh bor, darsi ishlaydi-da. Mana bu kechagisi 311 kilovat. Ya'ni bu 311 kilovatdan hozir bir oyga где-то 9 millioncha pul ishlaydi. 9000 kilovat 1000 so'mdan 9 million pul ishlaydi. Men o'tgan oyi 9 milliondan 2 millionni qanchasini nimaga uy uchun, rasxod uchun yopildi-da, qolgan pulini yechib oldi. Umumiy mana bugungacha ishlaganimiz 36 million pul ishlagan mana. Bu bir oylik menimcha, yoki shu paytgacha bir oylik 36 million. Ajoyib. 36 million so'm ishlatgan. Bu uje mana bu summa mana. 36 million 137 ming 638 ming. Bu uje apreldan. Xo'p, akajon, men shu joyda bitta savol bersam mayli? Qarang, mana subsidiya degani mana shumi? Subsidiya degani o'sha davlat hozir 1000 so'mdan to'lab berilyapti-ku sotilgan tok uchun. O'sha nomi ham subsidiya. Hozir endi quyosh panel o'rnatsangiz agar davlatdan sovg'a puli bor 20%. U ham subsidiya. U sovg'a pulini subsidiya deydi. Hozir mana bundan tashqari yana siz olasizmi? Ha, yo'q. Ha, men mana panel o'rnatadigan bo'lsam agar, hozir uyimga masalan panel qo'ysam agar, o'sha panelni 20% summasini davlat to'lab beradi. Masalan, bizlar hozir deylik, mana siz xonadoningizga hozir 10 kilovat quyosh panel o'rnatsangiz agar, 10 kilovat original stansiyasi 5 million so'mdan bo'lsa agar, sizga davlat 10 million so'mni to'lab beradi. Sizni o'rningizda. Siz biz korxonaga masalan quyosh panel sotib olishingiz uchun 40 million to'lab berasiz-da. 50 millionlik shartnomaga 40 million to'lab berasiz. Buni o'sha subsidiya deyiladi. Shu subsidiya deyiladi. Buni yana bitta plus tomoni bor. Hozir shartnomada 3 tomonlama bo'ladi. Ya'ni bir tomonda ta'minotchi korxona, ya'ni biz, bir tomonda siz, bir tomonda davlat, ya'ni ESMA, Energiya samaradorlik milliy agentligi bor hozir. Ya'ni bu shartnoma garantiyali bo'ladi. Garantiyasiga ertaga masalan ta'minotchi turib bermasa, yo muammo bo'ladigan bo'lsa, uni davlat tomonidan siz himoyalangan hisoblanasiz. Ha, tushunarli. Qonun bo'yicha har xil joydan olmasdan, aniq joydan oling deganingiz ma'nosi shu. Masalanda. Tushunarli. Demak, sizlarda, aynan sizning korxonangizda mana shartnoma 3 tomonlama qilinadi. Albatta. O'zi sizdan boshqa korxonalar bormi? O'zi menimcha bo'lmasa kerak. Samarqandda hozir bitta bizda ofitsialniy bizlar Energiya samaradorlik milliy agentligini ofitsialniy korxona bo'lib kirganmiz shu nimaga. Milliy agentlikka. Boshqa korxonalar men bitta ikkita eshitdim. Boshqa viloyatdagi korxonalardan iltimos qilib yugurib, sarson bo'lib klientni chiqarib bir amallab qilishyapti. Lekin bizda korxonada ofitsialniy bu yo'lga qo'yilgan. Auditorlar ham bor, subsidiyalar ham qilib beriladi. Klient keladi, bitta joyga hamma ishi hal bo'ladi. Faqat kadastri bo'lsa bo'ldi. Kadastr kerak. Ya'ni borib, bolalar ko'rib, hisob kitobini chiqarib, hammasini subsidiya orqali qilib, klientga chiroyli qilib qo'yib, uzoq muddatli garantiyalariga ham turib berib, bunaqa monitoringlarni ham qilib beradi. To siz pulingizni olgungacha bo'lgan jarayonda nazorat qilib, siz bilan birga turishadi-da. Klient sarson bo'lmasligi uchun. Demak, boyagi aytganimizdek, men eshitishim bo'yicha o'sha o'zimiz ham borganimizda, ofisingizga borganimizda dokumentini, aynan hujjatlarini hammasini boshidan to oxiriga qadar o'zimiz qilib beramiz. Albatta. Siz yugurmaysiz degani bu shunchaki pulni to'laydi. Siz ustalaringiz bilan birga, o'sha texnika, mashinalar bilan birga o'rnatib berib, ishlatib, programmalarni qo'yib, dokumentini qilib, pechat, subsidiyasini ham o'zingiz olib berasiz. Shunaqa. Hammasini o'zimiz qilib beramiz. U klient sarson bo'lmasligi kerak. Masalan, bu sohada bizlar ishlaymiz. Masalan, o'sha 6 yildan beri ishlaymiz sohada. Bu yil hozir 7-yil ketyapti. Klient kelsa, u klient buni uncha yaxshi tushunmaydi bu narsalarni. Hozir shunga juda boyagi nima deydi, qo'shtirnoq ichidagi firmalar juda ko'payib ketganda. O'shani hisobiga juda ko'p nimalar aldanyapti klientlar. Ishonch kamayib ketyapti. Boshqa mana bu arzonchi firmalar turib, arzon narx beradidagina, bu borib keyin arzon ekan deb undan oladi, keyin boya klient sarson. Keyin klientni, ya'ni xalqni quyosh panelga bo'lgan fikri o'zgaradi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? Juda nimada bu, yoki nima deydi, og'riqli masalalardan bittasida. Realniy korxonalarga kelsa, bizga kelsa, masalan, bizlarda masalan showroomni o'ziga ham quyosh panel o'rnatilgan.
O'zida. Ha, yana yaqinda bitta eksklyuziv bor. Eksklyuziv proyektimiz bor. Yangi showroom quryapmiz. Uni nasib bo'lsa bir ofisga kelsangiz agar obzorchasini qilib beraman. Hozir ochilish qurilish bo'ladi. ketyapti, albatta. Uni ochilishiga hali ko'pchilikni taklif qilamiz. Hali zo'r qilib xizmat ko'rsatadigan joy tayyorlayapmiz shunaqa. Xudo xohlasa inshaalloh boramiz akajon. Menimcha ochilish qachonda taxmin? Qachon? Taxminan shu yilni oxirigacha qilishimiz kerak. Shu yilning oxirigacha Da, menimcha bu innovatsion bo'lyapti. Albatta, bunaqa bino O'zbekistonda hali yo'q. Birinchi siz O'zbekistonda bo'lasiz. birinchisi bo'ladi. Nasib bo'lsa, kuzatib borsalar agar. Kuzatib boruvchilar hozir zo'r informatsiya aytdilar. Evet. Bu ochilishdan tashqari boyagi aytganingiz juda ham muhim ishonch Sam Solar kompaniyasiga. Sababi nima desangiz agar, faqatgina pulni to'laysiz. Puli ham aniq. Tak, adashmasam kilovatiga 4 million 800, 4 million har xil tariflari bor. Ana shu tariflarga qarab o'zingiz tanlaysiz va hujjatlarni boshidan to oxirigacha o'rnatib berish, mana bu programmalari, auditlari, qancha summa keladi, qancha summa ketadi, har birini o'zlari sizga shunchaki oyog'ingiz ostiga olib kelib, chiroyli tarzda qo'lingizga topshiradilar. Siz shunchaki maza qilib, hordiq qilib chiqarib, undan foydalanasiz. Pul ishlaydilar-da. 1000 so'mdan pul ishlaydilar. Eng qizig'i shu-da. pul ishlaysiz. Pul ishlaysiz. Menimcha ketdik ham. Endi davom etamiz. Ketdik. Bu ham soyabon sifatida ham zo'r ishlatibsiz. Albatta, bu yer o'zi uzun bo'lardi. Ha. Avvallari bu yerda mana bu tomoni bo'lmasdi-da, bu yerda bunday uzun bo'lardi. 4-5 xil uzun bo'lardi-da. Keyin bizlar shu uzunni joyini qarasak, juda ko'p quyosh bilan band bo'lyapti bu yer. Keyin uzunni asta oldikda bu yerdan sekin ko'chirib turib boshqa joyga bu yerga panel qildik. Ideya kelibdi-da. Tayyor ma'rakaga ayyonan zo'r bo'ldi-da bu yer. Bu yerni yashil energiya hudud deymiz-da biz. Bu yer yashil, bu yerga energiya. Yashil energiya bo'ladi-da. Tabiat bilan hamnafas. Albatta, albatta. Xonadoningizni agar shunaqa elektr energiya bilan bezab, uni undan tashqari pul ishlayman desangiz agar, yana xalqga sotaman, manfaatli bo'ladi desangiz agar, hozir har bitta qadamini inobatga olishingiz kerak bo'ladi. Tak. Bu mashinangiz ham elektromobil-ku. Endi shuncha elektr energiya panel qo'ydik-ku, endi benzin olishga odam sal xijolat bo'lyapti. Aka, o'zi xarajat qilasizmi, yo'qmi o'zi? Yo'q, xarajat qilib bo'ldik. Xudo xolasa endi nasib bo'lsa mevasini olamiz. Bu mashina dadamniki. Kishi kam yuradilar, bunga elektromobilni kishi haydaydilar. Menda ham bor gibrid. Hozir bu ham zaradkaga turibdi mana. Bu ham zaradkaga turibdi. Bu ham quyoshdan. Bu ham shu Qoyil. quyoshdan tok oladi. Mana shitlarni tergamiz bu yerda avtomatlari. Quyoshdan tok olib, mashinani ham quyosh bilan zaryadga qo'yaptilar. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Akadan bir dars olishimiz kerak bo'ladi. Hozir endi issiqlik nasosi bo'yicha ma'lumot beraman. Anvar aka, kelingda. Bu konditsionermi aka? Yo'q, bu issiqlik nasosi bu. Bu ana aytganda texnologiya deydi-ku. Bu konditsionerga o'xshar ekan, lekin shunaqa. Bu konditsionerga o'xshaydigan apparat o'zi aslida ancha yangi texnologiya qilingan hozir. O'zbekistonga ko'p kirib kelyapti bu narsadan. Hozir o'zimiz ham Klimat qilib, mana Klimat brendi ostida ana issiqlik nasoslari olib kelib o'rnatib beryapmiz. Bu uje uyni isitadigan, ham sovutadigan, ham uyga, hammomga yoki bitovoylarga issiq suv beradi-da. qarang, ham isitadigan, ham sovutadigan, ham suvni ham issiq sovug'iga javob beradigan. Bu ham demak konditsioner ekan-u, lekin mana bu Klimat hozir eng yaxshi kompaniyada o'zi tanlagan unda siz bilan hamkorlik qilayotgan. Bizlar buni o'zimiz brend qilganmiz, kompaniya bilan, juda katta kompaniya ular. Ular bilan o'zimizni brendimizni qilib, mahsulotlarning ichini sifatigacha, detallarigacha bitta-bitta ko'rib chiqib, buni mukammallashtirdik. Ya'ni bu apparatni o'rnatganimizga mana 2 yil bo'ldi. Bu faqat basseynni suvni qizitish uchun. Bu sovutmaydi, faqat qizitadi. Bu faqat basseynni suv uchun qizitib beradigan. Ko'p dachalarga hozir qo'yamiz, suvlariga qo'yamiz, faqat suvni qizitib beradigan agregat. Mana rasxodi 1 soatiga 3 kilovat. 1 soatiga 3 kilo. 2,5-3 kilovat rasxod qiladi. 50 tonna suv uchun qo'yilgan. 50 tonna suv uchun 3 kilovat narsa ishlatasiz. Tushundingizmi? Hisob kitobni biladiganlar kalkulyatorga o'ringlar. Buni o'rnida avval 30-40 kilovatli kotel turgan. Uni ham hozir kotelniga kirsa ko'rsataman uni ham hozir. Kirib ko'rsataman. Endi bunisi mana shu uy ko'rib turgan mana shu uyingiz. Mana shu uyni polni
isitish uchun ishlatiladigan kotel desak ham bo'ladi. Bu teplovoy nasos deymiz biz. Ya'ni uyni teplый pollarga ulangan hozir. Bu o'zi kvadrat metrga hisoblanganda, shundaymi? Albatta. O'zi buni uyni hisob kitoblari chiqariladi. Bu panelni sohasidan sal boshqacharoq soha o'zi. Bu uyni masalan issiqlik yo'qotishi deydi, teplo batareyasini hisoblab chiqamiz biz. Ya'ni devorga bazalt o'ralganmi, o'ralmaganmi, derazalar masalan issiqlikni qo'yib yuborishi kammi, ko'pmi, teplovizorlar bilan o'lchab ko'radi. Brigadalarimiz borda. Borib hisoblab chiqadi-da, keyin uyni kvadraturasini oladi, kubini oladi. Devorlarning qalinligi, polni, patologi hammasini hisoblab chiqadi. O'shan qarab keyin kilovat tanlanadi. Ya'ni issiqlik ham kilovatda beradi-da. Tokni kilovatda hisoblab hamma biladi-da, issiqlik ham kilovatda beriladi. Masalan, mana bu apparat 35 kilovatlik apparat, ya'ni 35 kilovat issiqlik beradi-da. Bu 35 kilovat issiqlik berishi uchun o'zi maksimum 8 kilovat rasxod qiladi, minimum 4 kilovat 3.7 rasxod qiladi. Bundan tashqariga tepaga ham chiqmaydi, bundan pastga ham tushmaydi. Bizlar buni qo'ydik. Uy sovuq edi. 2 kun, 3 kun mana shu 350 past bilan deta 400 dan ziyod kvadraturaga bu narsani qo'yganmiz. Juda qizib ketgandan tushdimda hisob kitobini qarasam, bunga отдельный счетчик qo'yganman. Buni tekshirish uchun. Qani qancha kilovat rasxod qilyapti. Yoqganimizda 8 kilovatdan rasxod qildida, uje 2-3 kundan keyin uje 4 kilovatga tushdi. Tasavvur qiling, 400 kvadrat joyni 4 kilovat soatiga tok yeyapti. Bu juda nima deydi, nerealniroqda. Ya'ni juda kam rasxod qilyapti elektr energiyani. Boyagi aytganingizni ta'kidlab o'tsam agar, sizni o'sha ustalaringiz borib issiqlik, sovuqligini, batareyasini hisoblab, maksimal darajada sizga to'g'ri keladigan tepla nima dedingiz? Teplo nasos. Issiqlik nasosni sizga taklif qilib berishadi. Bu degani sizga maksimal darajada ekonom bo'ladi va ekonom qilib yana xonadoningizni xohlaganingizcha isita olishingiz mumkin. Albatta. Yana bitta zo'r joyi bor. Bu narsa agregat hozir mana juda O'zbekistonda ommalashyapti. Ya'ni prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz bizlarni qo'llab-quvvatladilarda aytdilarki, ya'ni gazni ekonom qilinglarda, yashil energiyani ko'proq urg'u qaratinglar deganlarga bu narsani bizlar ijod qildikda, hozir yo'lga qo'ydik. Juda ko'p domlarga, masalan, hozir uylarga juda ko'p talab oshyapti. Bu narsaga juda ko'p telefon bo'lyapti. Yana bitta zo'r joyi, bunga ham subsidiya bor, ya'ni sovg'a puli bor. Bundan ham soqqa ishlasa bo'ladi. Albatta. Buni masalan uyga hozir sotib olaman desangiz agar, masalan deylik 60 millioncha pul ketsa, masalan. 60 millionni davlat 20 millionni to'lab beradi. 20 million pulni shunday sizga beradi, shuni siz qo'yganingiz uchun. Aka ketdik, qaytarib bermaysizmi? O'yga stanovka qilaylik, yerda hisob kitob qilib berayman. Ketdik. Zo'r aka. Ham kam tok rasxod qiladi. Ham davlat bunga yordam beradi siz o'rnatishingiz uchun. Ham buni bir marta qo'yasiz, shu bilan nima deydi, tugadi deganda, uyga ko'mir kotyol, gaz kotyol, nima bo'ldi, qanday bo'ldi, buni ham telefonga ulab olasiz. Amerikaga borasizmi siz masalan, boshqa davlatga borasizmi? Telefoningizdan o'chirib, yoqib va Wi-Fi bilan uzoqdan turib. BYDga o'xshagan. Albatta. Bu mana qizitib beradi. Agar buni fan ko'yinlari bor. Fan ko'yinlar qo'ysangiz agar uyda konditsionerni o'rniga ham ishlaydi bu. Ishlab beradi. Ya'ni kam tok bilan uyni sovutib ham beradi. Plus uyingizga, hammomga va nimalarga ariston qo'ymaysiz-ku, bo'ldi. Ariston kerak. Sovuq suv bir xil suv ham keladi sizga. Mana ko'pincha ko'ramiz, ariston qo'yganda yoki duh kontronlar qo'yganda suv o'ynaydi harorati. Cho'mila olmaysiz. Sovuq havoda bir soviydi, bir isiydi bor, qizib ketasiz, bir sovib qolasiz. Bunda bunaqa muammo bormi? Yo'q, bunaqa muammo bo'lmaydi. Uni yana ustalardan ham bog'liq joyi bor. Turba bilan montaj qilinganda to'g'ri montaj qilish kerak. Agar noto'g'ri montaj qilib qo'ysa, agar issiq suv kech kelgan hisobiga sovuq suv ham sizga ular ketishi noto'g'ri bo'ladi. Diskomfort beradi. Bir sovuq suv keladi, keyin issiq suv keladi. Uni yaxshi santexniklar kerak. Samsolarga murojaat qilasiz. Zo'r santexniklar. Siz garantiya berasiz. Albatta. Biz santexniklar maktabini qilganmiz. Hozir santexnik akalarimizni issiqlik nasosiga hozir yana o'qityapmiz. O'zi professional santexniklarni o'qityapmiz. Bu nima deydi, aytilmaydigan gaplar aytilyapti hozircha. Aka sekretlarni ochyapsiz. Yana bitta sekretni ayting akajon. Mana shu narsa garantiyasi bormi? Albatta. Buni o'zi bizlarning korxonamiz 3 yil garantiya beradi bu narsaga. O'zining garantiyasi buni 10 yildan ziyod.
Ya'ni bu yerda pastda buziladigan anavi yo'q. Bunaqa murakkab sistema yo'q bu yerda buziladigan. 3 yilning ichida agar mabodo bir narsasi buzilib qolsa, oddiy detallarigacha bo'lsa to'g'rilab berasizmi yoki Yoz bo'lsa agar tarvuz olamiz, non olamizda borib uzr kechirasiz deb almashtirib beramiz. Qish bo'lsa agar o'zini? non bilan qaymoq deydi-ku. Qo'y. Borib uzr so'rab almashtirib beramiz, yo remont qilib beramiz. Buni garantiyasi aytayman-ku, garantiya degani ko'pchilik garantiya deydi. Ana garantiyalar og'zaki bo'ladi ko'pincha. soxta qog'ozlarda. Bizlarda bunaqa narsa yo'q. Biz korxonamiz afzalli. Ya'ni buni boyagi sizga aytganidek davlat bilan 3 tomonlama shart bor. Bizlarning firmamiz juda katta korxonada, u davlatning oldida ham obro'sini yo'qotishni xohlamaydi, klientning oldida ham. Muhofazaga olingan Albatta, demoqchisiz. albatta. Tushunadi. Mana shu narsalarni inobatga olib qo'yasizlar. Xudo xolasa garantiyasi pechati bilan birgalikda davlat yana o'rtada guvoh sifatida qatnashib qonuniy sizlarga Shartnoma beriladi, garantiya pismo xatlari ham beriladi-da. Bo'ldi aka, ichkarini ko'ramiz bo'lmasa. Endi ichkariga ketdik. O'zi aslida siz bilan bir studiyada o'tiribdi podkast qilishimiz kerak. Sizga bir nechta savollar berishim kerak. O'zi hayotiy shu paytgacha qanaqa kelgansiz, qanaqa bo'lgan deb o'zi mana shu yerda savol bermoqchiman. U Samsolar kompaniyasini asos solganingizga nima turtki bo'lgan akajon? Bizga nima deydi? Borma og'riq deydi-ku. Og'riqlar bo'lgan. Ya'ni bu ana shu uyda elektr energiya rasxod ko'p bo'lgan. Uyingizda Ko'p bo'lgan. Uni rasxod ko'p bo'lganligi uchun qancha vaqt bizlar masalan qish paytlari kvartirada ham turganmiz. Ya'ni uyni rasxodi juda ko'p, elektr energiya rasxod bo'lgan. Keyinchalik elektr energiyaning rasxodini yopish maqsadida keyin quyosh paneli bilan qiziqib ketganimizda quyosh paneli olib kelganmiz. o'zlaring o'rnatgansizlar uylariga. Olib kelib turib, birinchi o'rnatish uchun olib kelganmiz uyga. Keyin qayerdan olgansizlar u? Xitoydan. Xitoydan o'zlaring olib kelib birinchi. O'zi Xitoyda o'qiganman men. Xitoy bilan ishlash bizga juda oson. Xitoyda o'qib kelganimizga ham 13 yilmi, 14 yil pul vaqt o'tib ketdi-da. Xitoydan olib kelganimizda boyagi darvozaxonaga tushirib qo'yganmiz. Usta qidirib sarson bo'lganimizda, usta topib bir amallab olib kelsam, ko'rsatsam agar akaga sotasizmi deb qoldi. Keyin qimmatroq narxni aytdim. Yo'q demadimda, qimmatroq narx aytdim, bo'ldi o'g'laman dedi. Oldinda sotib yubordi. O'shandan boshlandi-da bu tema o'zi 5-6 yil oldin. Tadbirkorlik qobiliyati bor. O'sha joyni o'zida ham yordam, ham u yerda biznes degandek. Mana shu yer, Men sizga og'riqni ko'rsataman. Mana bu anaqa og'riqlarimiz bor bizda, mana. Ko'ryapsizmi? Siz aytgan narsa kotyorlar mana shu. Shunaqa. Mana bu kotyor 4 kilovat bittasi. Bu italyan nechta? Bu 4 kilovat. Bundan bu yerda 15 ta. 4 kilovatdan soatiga 60 kilovat rasxod qiladi-da bu. Bilasizmi? 15 ta ekan. 15 ta. 40 kilovat soatiga. Adashdim, uzr, 60 kilovat. O'ntasi 40 bo'lsa, 4 kilovatdan 15 tasi 60 kilovat. Soatiga 60 kilovat rasxod qilgan. To'g'ri, bu o'chib, yonib ishlagan. 24 soat 60 kilovatdan ishlamasa ham, o'zi borku 10 soat ishlasa ham aslında juda katta kilovat bo'ladi. Zada oylik limitimiz o'zi 200 da. 200 kilovat. Bu soatiga 60 kilovat-da. Bu 60 kilovat, mana bu basseynniki 40 kilovat, 100 kilovat. Bu alohida buniki. Bu alohida bu. Bundan 10 ta 4 kilovatlik mana bu yerda, mana sanasiz bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 40 kilovat. Bu 60 kilovat. 100 kilovat rasxod. Mana bir sutkaga 24 soat ishlamaydi mayli masalan. Yarmini ishlaganda, yarmidan ko'p ishlaydi, lekin bu juda ana million bo'lib ketganda deydi. Aynan aytadilar-ku, o'sha inson mushkulotning eng tubiga tushgan vaqtida shu ko'z ochilar ekanda. Shu qaranglarda mana bir kunning o'zida limitni ortig'i bilan ishlatib yuborish, yana oldinda 29 kunni hisoblasalar, bir kun emas, 3 soatda limit tugadi. 3 soatni 3 soatda 200 kilovat tugadi deganda. Ana shu uyniki, mana bu basseynniki. Boya aytganimdek, teplovoy nasosni, basseyn teplovoy nasos dedim-ku. 2 yil oldin qo'yganmiz, eksperiment uchun qo'yganmiz. U qanday narsa ishladimi, yo'qmi? Uni qo'ygandan keyin mana shu soatiga 40 kilovat nima? Elektr energiya soatiga keyin 3 kilovatga tushyapti, tushunyapsizmi? Bu 11 baravarda, 10 baravardan ham past degani. 120, даже 120%. 40 kilo. Tushunyapsizmi? Bu juda ko'p narsa-da. Uyga mana buni qo'yganmiz. Uyga buni o'rnini olib tashlab, mana bu teplovoy nasosni kattasini qo'yganmiz. 60 kilovat nasos
Sredniy masalan 5 kilovat расход qiladi-da. 60 kilovatning o'rniga 5 kilovat bu juda katta farq o'ynaydi-da. Men ishonib aytamanki, o'z kuzatuvchilarimizni uyda ham hozir ham mana shunaqa sharoit Juda ko'p, bo'lganlari bor. juda ko'p. Hozir ham. Hozir ham ko'pchilik kelyapti. Ana qishni g'amini yozda yeydigan odamlar bor-da. Kelyapti-da, aka qanday ishlaydi deyapti-da. Qanday bo'ladi? Bizlar endi shundan o'tdik-ku. Olib kelib ko'rsatyapman. Aka, mana bu kotyol, eski kotyol. Mana bu yangi kotyol bor. Mana bu o'sha tashqarida turgan teplo issiqlik nasosida mana bu buferi. Shu narsani boyleri bor. Boyler, ya'ni issiq suv beradi hammom uchun, kuxnya uchun, boya aytganimdek issiq suv ham beradi bitovoy uchun. Bu narsaga bizlar boyler emas, bufer qo'yganmiz. Sababi bizlar issiq suv uchun o'tgan yili o'sha tomda quyoshli nima bor, voda solnechniy водонагреватель deydi. Quyosh suv isitgichlari. Quyosh suv isitgichlari qo'yganmiz. Undan keyin buni qo'ydik-ku, o'shaning uchun bizlar nima deydi, buni bufer qo'ydik. Boyler emas, bufer qo'ydik. Mana shu montajlari mana ideal qilingan. Ustalarimiz juda nima deydi, malakali ustalarda. Aka, bu novlani har birini siz ustalaringiz qilgan mana shu. Albatta. Taxlab chiroyli taxlab chiqqani mana bu Mana bu qizil, oq, bu har xil rang-barang bu nima uchun? Did uchunmi, chiroy uchun qo'yilganmi yo bu qanaqadir vazifasi bormi bularning? bu narsalar chiroy uchun ko'p расход qildik desak noto'g'ri bo'ladi. Bu hammasi ishlaydi. Bitta hammasi ishlaydi. Basen teploy nasosniki, maydasiniki. Keyin mana bu zashtalarigacha qo'yilgan. Zashtalar bor. Plus mana bu zashtasi nima uchun? Pajara bezopasnostligi uchun mana shuni qo'ygan. Masalan, pajara yong'in chiqsa-ga shitdan nima chiqadi? Bularga tutun chiqib, buni o'zini tushit qilib o'chiradi. Avtomatik tarzda o'zini o'zi o'chiradi. Albatta. Xavfsiz. Albatta. Buni mana bu yerda mana teploy nasosni hozir o'chirib qo'yganmiz. Yozligi hisobiga. Mana bu basenniki. Mana bu. E'tibor beringlar, bu 31 gradusga hammasi planshetga o'xshagan ekranlik, qo'l bilan bosadigan sensor bilan ishlayotgan ekan. Mana yondi bu ham. Bunisi nimaniki? Uyni issiqlik nasosiniki mana. 32 gradusga hozir turibdi. O'zi 30 ga qo'yilgan, hozir o'chirib qo'yildi. 32 uch ko'rsatyapti. Biz hozir kun issiq-ku, o'chirib qo'yganmiz. Mana bu planshetlar. Buni polniy nima deydi? Avtomatika buni. Hammasini ko'rib, graduslarni ko'rib. Juda oson. Bu yerda ustavka nagreва, ustavka охлаждения hammasi yozilgan ekan. Mana bu yerda ekan. Bu lampada ko'rinib qolmoqda. Buni kirib turib, buni o'zgartirib buni. Gradusni qo'yasiz, o'zi ishlaydi, o'zi qilib beradi. Tamom. Klimat kontrol ekanda yana qo'shimcha. Bular hammasi mana Wi-Fi ga ulangan, mana hammasi telefonda ulangan. Chotki ishlaydi. Mana bu sho'rchik shu ikkita kotyol qancha tok расход qilyapti, menga hisoblab beraveradi. Masalan, men oyligimni yo kunligi расходlarni bularni aniq bilaman-da. Yaxshi? Bu har bitta masalan mana u bo'ynaga ko'chada ham bo'lganimizda 50 kilovatlikka ham alohida shochib qo'yganman dedingiz. Bunga ham alohida shochib qo'yganman dedingiz. Bu har biri dokumentalni bo'ladimi? Buni ham o'zlaring qilib berasizlarmi yoki elektroset qilib beradimi? Bu sho'chik prosta o'zimizga uchun. O'zimni mana shu kilovat qancha расход qilyapti. Bu elektrosetdan davlatdan o'tish emas. Elektrosetiga tashqarida turibdi. Buni elektroseti sho'chikni ichkariga qo'yish mumkin emas. Bu tashqarida turibdi, onlayn davlatga fonli ulangan, u davlatga bagi paneldan toklarni sotyapmiz-ku. Bu demak hisoblayapti. Bu o'zim uchun qo'ygan. Kalkulyator. Endi mana bu og'rig'im bor-ku meni, mana bu og'riqlar uchun buni qo'yganmiz-da. Qani qiziqamiz endi qancha kilovat расход bo'lyapti. Ko'p yemayapmiz. Eslaysiz, aka, og'riqli nuqtalar. Bolaligimda eslayman-da. Eslaysiz og'riqli nuqtalar endi buni hozirgi kilovat bilan. Mana bu invertorlar mana. Mana bu akkumulyator, bu invertor. Bu 10 kilovat sistema uyni nimasi uchun qo'yilgan? Bularga nima deydi? Uyni освещенияsi, kamerasi, zarur sistemalar uchun qo'yilgan. Bu narsa svet o'chsa ham uyda svet o'chmasligi uchun. Bunga yana 20 kilovat akkumulyator qo'shsak, keyin uje yana ko'proq расход zapasi bilan bo'ladi. Albatta, demak. Bizlar masalan mana bu yerda bu boylikmi aka? Seyf alohida nima bu? Seyfni endi ko'rsatamiz-ku, ko'rsatamiz. Hozir men sizga ochib ko'rsataman. Nimadir sirli narsa yoshirilgan bu yerda menimcha. Mana buni hozir ochib ko'rsatamiz.
Bu yoqqa qo'ying. Bergin. Tak. Hamma sir mana shu yerda ekan. Bu yerda bu yerda boyagi basseynni issiqlik nasosi bor-ku. Aha. O'sha kelgan polni basseynga ketyapti. Basseyn 50 kubalik, ya'ni 50 tonnalik suvni o'sha kichkina issiqlik nasos qizib beryapti 3 kilovat tok bilan. O'sha boyagi birinchi ko'rganimiz maydarog'i, shundaymi? Ha, maydarog'i polni basseynni qizib beradi, filtrlar va kirgan joylari mana montajlarni ham chotki qilib beramiz. Ya'ni bu servislar ham biz korxonada bor-da. Akajon, demak, basseynni servisi ham bor sizda. Albatta, yo'q, basseynniki emas, teplovoy nasosni basseynni issiq suvini ta'minlab beradigan servislarda. Mana bu yerda montajlari bor. Ana shundan hammasi ulanadi-da bu yerga. Tushunarli. Tushunarli, zo'r, ajoyib. Sekretni bilib oldik. Bu yoqda ham manimcha katta seyf bo'lsa kerak, bunisi ko'rib. Ha, bunisini endi bu yerni endi keyingi nima deydi? Keyingi serialda. Seriallarda. Yo'q, bu yerda zapas bak qo'yganmiz. 3 tonnalik. Va bu yerda keyin sistema bor, nimaniki? Uydagi issiq suv, sovuq suvlarni ta'minlaydigan sxema qilingan bu yerda. Masalan, bashindan suv kelmay qolsa, kamida 3 kun, 4 kun uyni suv bilan ta'minlab bera oladi-da. Demak, hamma sekret mana shu yerdan boshqariladi. Uydagi hamma muhit mana shu yerdan boshqarilar ekan. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli tarzda hammasi. Buni hammasini bizlar o'zimizni kompaniyaning xodimlari, injenerlari mehnat qilishgan, bu yerga chiroyli qilib, juda ham ajoyib. berib hammasini chotib qilib berishgan. Zamon o'zgaryapti, texnika o'zgaryapti, rivojlanyapmiz. Mana shu narsalarga уже yetib ham keldik, chunki nima desangiz agar ekonom qilish birinchi o'rinda bo'lib qoldi akajon. Hozirgi vaqtda davr talabi. Ko'rib turibmiz, masalan, kommunal, gaz, svetlarga qancha pul ketayotganini xalqimiz ham juda ham yaxshi biladi. Kundan kunga, yildan yilga ular narxi oshib borayotgani sababli menimcha o'ylaymanki, yaqinda sizga katta valna bo'lsa kerak, chunki hali ham boshlanishi hali ham erta. Endi hozir davr talabi bo'lib qoldi-da. Ya'ni avvalgi boyagi to'kin sokinlik bunaqa behisob kitob davr emasda hozir. Ya'ni uyda rasxodlar oshib ketdi. Masalan, konditsioner ko'p qo'yilyapti. Hozir yozda qishdan ko'ra ko'p elektr energiya rasxod bo'lyapti. Avvallari qishda transformatorlarni remont qilishardi-da. Hozir yozda remont qilib yuribdi. Tushunyapsizmi? Chunki hamma boyagi nimaga o'tgan. Keyin mana bu отопление uchun ko'pchilik hali ham ko'mir kotel qo'yadi. Qiynaladi. Boyagi vodiydan ana olib keldim deydi, boyagi ko'mir kotelni ko'rsatdi menga, aka bu biz ham O'zbekiston juda tezlik bilan rivojlanyapti-da. Masalan, prezidentimiz jon jahdi bilan harakat qilyapti-da. Tushunyapsizmi? 69 ga kirdilar, adashmasam 70 ga kelgan. Yaqinda tug'ilgan kunlar bor. Tushunyapsizmi? Yaqinda tug'ilgan kunlarni aniq qildik-ku, atletga kirdik, nishonladik. Ana men o'sha odamni ko'rib energiya olaman-da. Tushunyapsizmi? Yoshi katta odam bo'lib turib ham shuncha harakatda odamda-da. Endi u odam shuncha harakat qilgan payti bizlar tomosha qilib, yeb, yursak bo'lmaydi-da. To'g'ri. O'zbekiston rivojlanishi kerak. Buning uchun yangi texnologiyalar qilishimiz kerak, ustalarni o'qitishimiz kerak. Xitoyga kerak bo'lsa, borib injenerlarni olib keldik biz, seminarlar qildik. Hozir mana kuzda yana chaqirganmiz. Ya'ni ustalar bizning xalqimiz mehnatkash xalqda. Ularga sal yo'nalish bersangiz bo'ldi. Mana boshqa davlatlar bor, odamlar ishlamaydi. To'g'ri. Prosta ishda yalqovda. Bizning odamlar mehnat qilyapti-da. Mana shu narsadan hammasini bizlarni nima qilgan? O'zimizning odamlar qilgan. Avstraliyadan kimdir kelmaydi-ku, qilmaydi-ku masalan. To'g'ri. Shunga harakat qilyapmiz. Ham xalqimizga yengillik bo'lishini. Mana bizlar yangi texnologiya qilyapmiz, harakat qilyapmiz. Davlatimiz rahbari subsidiya qilib beryaptilar. Ya'ni deylik mana sizga arzon tushishi uchun, xalq uchun-da. Yana qo'shimcha bonus. Albatta. Agar masalan deylik bir mana bizda klientlar bor-da, yosh kattaroq amakilar, akalar bor. Avvallari taksi haydaganda, hozir taksi hammasini sotgan, quyosh paneli o'rnatgan uyda 50 kilovat. 50 kilovat quyosh paneli o'rnatgan, har oy pul tushmay qolsa agar telefon qiladi. Bizlar pensiya nima bo'ldi deydi. Pensiyalar o'sha. Demak, taksida radarga to'la, shtrafga to'la, hayda issiq, kayfiyatni buz, depressiyaga tush, stress bor, probkalar bor. Mashina ko'p, hozir avtomobillar juda. Quyosh paneli turibdi. Faqat qiladigan ishingiz har zamonda bir yuvib qo'yish kerak.
nima deydi nima deb aytgan deydiku, mehr berish kerak. Mehr, ozgina mehr. Samarqandchasiga aytgan mehr Albatta, berish kerak. albatta. Mana shu joyda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, aziz kuzatib boruvchilar. Shu narsani tushundikki, mana bu texnikalarni ko'rganda, hattoki chekka qishloqlarda ham yurtimizni o'sha elektr energiyasi, gazi bormagan joydagi issiqlik bormagan joylarda ham bemalol mana quyosh panellarini qo'yib, Albatta. teplonasoslarini qo'yib, mana bu santexnika ishlari bilan ichki xonadoningizni isitish, sovutishini xohlaganingizdek qilsangiz bo'lar ekan. Bu degani yana uni ustiga yana qishloqdagi boshqa qo'shnilarga ham sotish imkoniyati bor bo'ladi. Bu degani davlatga ham. Albatta. Bu yerda hozir mana davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, bizda mana ESMA dedim-ku, energiya samaradorlik milliy agentligi. Ular masalan hozir nafaqat jismoniy nimaga, jismoniy shaxslarga, ya'ni yuridik shaxslarga ham o'sha hozir subsidiyalar ochilyapti etap-etap. Hozir issiqxonalarni dardi og'irda, issiqxonalarga ko'mir bilan juda qiynaladi-da ular. Ularga aytaman, issiqlik nasos qo'yasiz, panel qo'yasiz. Qanday bo'ladi, ishlaydimi deyapti-da. Ular har nima deydi, ko'rmaganda shu narsani. Bilmaydi-da. Ya'ni bu texnologiyalar yangida hozir. Hozir biz targ'ibot qilyapmiz, tushuntiryapmiz. Plus buni masalan hozir nimaga, teplitsaga, nimaga, issiqxonalarga o'rnatadigan bo'lsa, u summani ham davlat 20% ni to'lab beradi. Subsidiya qilib beradi. Albatta, u qaytarib berilmaydigan pul. Ya'ni bir marta masalan deylik 100 millionga teplovoy nasos o'rnatib, unga quyosh panel o'rnatib, nima qildimi, o'sha deylik 100 million bo'lsa, 20 millionni davlat to'lab beradi. Zo'r. Masalan, u juda katta narsa. Juda katta narsa. Faqat uyda ikki xil subsidiya bor. Uy uchun masalan sizga deylik 20 million 600 ming so'mgacha subsidiya beriladi issiqlik nasos qo'ysangiz. Yuridiklarga qo'yilgan texnologiyani общий summasidan 20%. U katta narsa. Masalan, u odam albatta 50 ming dollarga qo'ysa agar, u $10 ming davlat to'lab beradi degani. Summasi kattaroq bo'lar ekan. Undan 20% ni to'lab beradi. Jismoniy shaxsga 20 million 600 ming so'mgacha. Yanada kattaroq imkoniyat bu tadbirkorlar uchun bo'lyapti demak. Tadbirkorlarga yanada yengillik qilish niyatida yana 20% deb aytdingiz. 20% desa agar bu juda ham katta summa bo'lib ketadi aslida. Xo'p, men o'ylaymanki, menimcha juda ham chiroyli obraz bo'ldi. Hozir ichki strukturalarni ko'rib chiqdik, teplonasoslarini ko'rdik, quyosh panellarini ko'rdik. Hammasi ishlab yana qo'shimchasiga daromad olib kelyapti. Erkin aka, menimcha hammasini ko'rib chiqdik. Uydagi masalalar, texnologiyalarni hammasini Sam Solar kompaniyasi tomonidan qo'yilgan. Menimcha shu yerni o'zida ham yakunlasak bo'ladi. Savollarimiz ko'p, lekin videomiz juda ham uzoq bo'lib ketmasligi uchun. Ayni yaqinda podkast qilamiz, nasib bo'lsa. Nasib. Yana manfaatli nimalar olamiz. Qiziq savollar bo'lsa agar, bor. Kommentariyaga yozishsa agar, bo'lgi nimalar. Kimda qanaqa qiziqarli savollaringiz, sizlar qiziqtirgan savollar bo'lsa agar, yaqinda podkast olish niyatida ko'ndirdim Erkin akani, tepadan chiqdilar, tanish bilish qilib ko'ndirdik. Akamizni xudo xolasa podkastda o'sha savollaringizni hammasini jamlab, eng asosiylarini berishga harakat qilamiz va savollarga javob topamiz. Akamizga beradigan savollarimiz ko'p. Rahmat aka. Kattakon rahmat. Tashrif uchun rahmat, juda xursand bo'ldim. Salomat bo'linglar, rahmat. Xonadoningizga qo'yganingiz uchun. Rahmat aka.